iPhone 11, Bu model bugungi kunda top 10 taga zo'rg'a kiradi. Samsung S25 Ultra, Bu yangi ro'yxatga chiqarib tashlang. iPhone 8 Plus, Bu dinozavrlar reytingimi? Albatta top 9. iPhone 14, Arzimaydi. iPhone 13, Albatta olishga arziydi. iPhone 16, Arzimaydi. iPhone 14 Pro, Mana bu arziydi. iPhone 16e, Tavsiya qilmayman. iPhone 15, Mana bunga 100% pul sarflashga arziydi. iPhone 17 Pro Max, Shubhasiz eng zo'ri, kuchli va tez ishlaydi, olishga arziydi. iPhone 17, Toptor. Men uchun oddiy versiyalar orasidagi eng yaxshi iPhone. iPhone 16 Plus, Top 5, katta ekran, yaxshi kamera, lekin ba'zi funksiyalar baribir yetishmaydi, lekin baribir yaxshi tanlov. iPhone Air, Bu reytingda ancha yuqoriga ko'tarilgan. Top 6. Pastroqga qo'ymadim chunki ro'yxatda eski modellar ham juda ham ko'p. top 1 qaysi unda? Shubhasiz iPhone 17 Pro Max bugungi kunda yangi holatda sotib olsangiz 5 yildan 8 yilgacha ishlatish mumkin bo'lgan eng zo'r iPhone. Istagan telefoningizni Texnodan boshlang'ich 1 so'm to'lovsiz xarid qilsangiz bo'ladi. Obuna bo'lish esdan chiqmasin.